Здравствуйте, меня зовут Фарук Шарафмедов, я руководитель архитектурного бюро Parallel Architects. Мы 2 года тому назад участвовали в Memo Contest, и мы выиграли в этом конкурсе в 3 номинациях. Я могу сказать коллегам, молодым архитекторам, участвуйте в этом курсе, это очень важно для архитекторов. Здравствуйте, я Тургунбаев Ильгиз. Я архитектор, я участник конкурса Memo в 2023 году, победитель в номинации «Дизайн интерьера». Хотел бы поблагодарить организаторов конкурса, что дают возможность специалистам, архитекторам, дизайнерам принять участие и проявить. Участвуйте в конкурсе, побеждайте и всем удачи! Nufus kompaniyasidan arxitektor Shahzod Mijonovman. Me'mor konkursiga 3 yildan beri qatnashib, turli nominatsiyalarda g'olib kompaniya hisoblanamiz. Sinaf tomonidan tashkil qilinayotgan Me'mor 2025 konkursiga O'zbekistondagi butun arxitektorlarni taklif qilib qolaman. Chunki bu konkurs O'zbekistonda arxitektura bo'yicha yagona konkurs hisoblanadi. Assalomu alaykum. Ismim Sardor. Me'morlik kompaniyasi asoschisiman, arxitektorman. Taraf tomonidan uyushtiriladigan konkurs, me'mor konkursini ishtirokchisiman. 2 yildan beri qatnashamiz, g'olib bo'lamiz. Buning uchun Knafga rahmat. Shunaqa imkoniyat berayotgani uchun. Bu safar mana 3 yildan beri O'zbekiston miqyosida bo'lib kelayotgan bo'lsa, bu safar уже xalqaro darajaga ko'tarildi. Bu yil Ukraina, Gruziyadan ham arxitektorlar qo'shiladi. Shunga harakat qilinglar. Tavsiya qilaman, albatta. Assalomu alaykum. Mening ismim Shahzod. Men Mizan arxitektura kompaniyasida master plan bo'lim boshlig'iman. Men me'mor haqida gaplashadigan bo'lsak, me'morda men birinchi bo'lib student paytim o'tganman. Bu menga katta saboq bo'lgan, katta motivatsiya bo'lgan o'zim ishlarim uchun. Balki me'morda qatnashinglar. Yutishinglar, yutmasinglar bu ikkinchi masala, lekin sizlarda opit oshadi. Umumiy arxitektorga qaragan dunyoqarashinglar ancha oshadi. Men maslahat beraman, qatnashing.